Assalomu alaykum qadrdon kuzatuvchilar. Barcha xayrli kun tilaymiz. 2026-yil qadrdonlar, bugun 3-iyun sanasi chorshanba kuni ertalabdan chiroyli bir manfaatli videorolik qilyapmiz. Xudo xohlasa Mirzobek non va non mahsulotlarini ishlab chiqarib, Xudo xohlasa elimiz, yurtimiz insonlarga xizmat qilishni, tadbirkorchilikni boshladi. Avvalam boshlab turadi, endilikda tuman markazida boshladi. Men avvalo manzilni eslataman va Mirzobek ukamizni suhbatga tortib, ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga imkon qadar harakat qilaman qadrdonlar. Manzil Yangilik sentrdan kelaverishingizda musiqa maktab bo'ladi. Musiqa maktabni to'g'risida. Mana tomonimiz Kirov. Ko'rikdan kelishingizda hokimiyatdan o'tasiz ina Mirzobek. Giramiz va qisqacha ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilamiz birgalikda. Assalomu alaykum Mirzobek. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisan? Sog'lig'ing? Harma ishlar bilan. İşlerin o'ng bo'lsin Mirzobek. Rahmat ava. Ish boshlabsan, Xudo xohlasa. Xizmat boshlab, Xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar, Mirzobek ukamiz yosh vaqtimdan bunyodni ancha desam hamma yaxshi biladi. Shu insonni qo'limda Urganchda tahsil oldilar, ta'lim oldilar, kasb masalalarni o'rgandilar. Hozirgi kunda o'zimizni tumanimiz, Yangilikimizda men yuqorida tushuntirib o'tgan adresda Xudo xolasa shuning nonlarni yopib, Xudo xohlasa elimizni, yurtimizni, insonlarni, xalqimizga non va non mahsulotlarini yetkazib berishni isha yo'lga qo'ydilar Xudo xohlasa. Mirzobek qaninda uka, necha turdagi nonlaring bor seni, necha so'mdan necha so'machalli, shular haqida endi bizlarga bir qisqacha ma'lumot berib o'tasan obunachilarimizga. Bo'ldi, Xudo shukr, hozircha Xudo xolasa 5-6 xildagi turdagi nonlarimiz bor. Asosiy to'y cho'raklarimiz ham xadovoy. Bular 3000 so'mdan beri qadimiz. Dükanlar, işleşeden kafeler olsa bemalol dostavkasi ichida emas. 3000 so'mdan bunalar. Zakaz alasan? Zakaz olaman. To'y tomosha, tadbir, yaxshi kunlari. Ava, hammasi. 3000 so'm bunaning bahasi. Bu o'rtacha nonimiz. Yupqa non 4000 so'mdan. Yupqa. Bundan uzoqi bor. Xo'jalikda uyda yeyish, shu mazalı. Hammasini xarajati 1 xil. Prosta grammi bilan tikachida farqi bor. Hammasi bir mishalkada qarladi. Gramında farkı var, tikachida farkı var. Bunun necha so'mligini aytmading. 6000 so'mdan buni oldim. Ha, bu 6000 so'm, ha? Şimdi bir tarafa ötsek patillerimiz ham bor. Yağlı patil, go'shtli patillarni ham zakaz yapib beraman. Xudo xolasa go'shtli patil kunda azazdan chiqarib tutma. Yağlı patilim 8000 so'mdan. Shular, ha? Ha. Keyin eng ulug' yupqa nonim bor bunda. Bular 7000 so'mdan. 7000 so'm. Ha. Keyin menda payira nonlarim bor, Xudo shukr. Payira oq non. Chishki payir. Rojasi yo'q. Yupqa qisrdama. Xamir turishi aytilganda. Tamam, xamir turishi aytilgan payir. Bizning yosh vaqtimizda qo'shnilardan ikkala dedik, payir ekkada. Shu 6000 so'mdan bular. Keyin qora nonim bor. Chishti kapak uniga bo'lgan. Sahir hozirda sahir kasalliklari uchun pedali. Keyin dietada yurgan odamlar uchun kaloriyasi past. Bu 6000 so'mdan. Yupqagina. Zo'r. Ha, shunda doktor buyurgan kasallar uchun foydali bo'lgan non va non mahsulotlari. Bemalol do'konlar bo'lsa, kafelar bo'lsa ishlashaveramiz. Xudo xolasa. Saqlagan turdagi nonlarimiz bor. Dostavkasi hammasini aytib beramiz, Xudo xolasa. O'zing yetkazib berasan, Xudo O'zim xolasa. yetkazib beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, guvohi bo'lganingizdek, Mirzobek ukamiz o'zini ishlab chiqarib turgan mahsulotlari haqida imkon qadar ma'lumot berib o'tdilar. Allah nasib ro'za aylasa, shu ko'rib turgan ekrandagi non va non mahsulotlarini bemalol zakaz qilib buyuraverishlaringiz, buyurtma berishlaringiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Videoni sho'rnacha ko'rganlaringiz uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir iltimos like'larni bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang qadrdonlar. Xudo xohlasa, musofirda yurgan qadrdonlar ham oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Mirzobek uka, ishlaringga omad. Alloh qo'llab-quvvatlasin. Elimizni, yurtimizni xizmatini qilib hech qachon charchama uka. Omadingni bersin.